Qiziljonlar, mana ham ko'pchilik qatori homilador bo'lganimdan keyin bu mahsulotlarni mumkin emas deb o'ylagan edim. Kecha Sitora yozib qoldilar, Turkona ichvasizmi yoki to'xtatib qo'ydingizmi? Cho'ta vesli yig'vasiz, endi homiladorman, ves yig'aman. Sitora desam, bu mahsulotlarimizni ichsangiz ortiqcha ves ham yig'maysiz, taktikkozlaringiz ham yaxshi o'tadi. Qoningiz ham, immunitetingiz ham yuqori bo'ladi. Desalar hayron qolman. Yo'q, Sitora ikki xatligi mumkin emas. Desam, Turkona bu dori emas-ku, bu Sog'liqni saqlash vazirligidan o'tgan tabiiy hisoblanadi. Misol uchun chaqaloqga ham kasha berasiz-ku, har xil vitaminlarga boy deb. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa deb tushuntirdilar. Hayron qolib, endi boshladim yana, chunki taktikkozlarni ham yaxshi o'tkazar ekan, immunitetni baland qilar ekan, vitaminlarga ham to'yimli bo'lib, naborot ves yig'ish o'rniga ancha vitaminni holsizlik, ovqat yemasak qo'ynimiz ozadi homiladorlik paytida, dieta qilayotgan paytda qo'ynimiz ozib, har xil narsa yeb qo'yamiz-ku. Bu shu narsalarni oldini oladi. Kollagenlarni deysizlarmi, biodrollarni deysizlarmi? Hozir Sitorada skidkalar ketyapti ekan, shuning uchun darrov sizlar ham olsanglar bo'ladi. Zo'r hozir o'yinlar ketyapti. Naborlarni olsanglar zo'r skidka narxlarga mana auditoriyam uchun alohida qilib beradigan bo'ldilar. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, homiladorlar ham, emiziklilar ham, ozmoqchi bo'lganlar ham ayollarimiz borki, ozmoqchi bo'lgan ayollarimizga barchasiga vitaminlarga tabiiy holatda kollagenlarni ichib, biodrollarni ichib, mana bunaqa dry effektlarni ichib, bu dry effekt bilasiz, ichlaringlarni tozalab, zo'r qilib beradi. Xullas, kokteyllarni ichib, zo'r ozvasanglar bo'ladi. Sitorani silkalarini qoldiraman. Bundan tashqari, hozir uyda rozыгрыш ketayotgan ekan. Rasmini qoldiraman. Shu telefonlarni yutib olmoqchi bo'lsanglar, naborlarni sovg'a sifatida, misol uchun qo'yilgan telefon, naborlarni olsanglar, sizlarga nomer beriladi. Shu uchta qo'yilgan telefonni yutib olsanglar bo'ladi, qizlar. Qaranglar, ham shuncha mahsulotli bo'lib olasizlar, ham ozib olasizlar, programmalar tuzib beradilar, ham telefonli bo'lib olasizlar. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Sitorani bitta gruppalarga kirib ko'ringlar, barcha ma'lumotlarni o'zingizga to'liq olib olasizlar.